Har kungi odatiy sahar. Erta tongdan uyg'onib, erimga nonushta tayyorlab, ichiga bir olam duo qo'shib yubordim. U juda yaxshi inson, ammo yashash oson emas jonim. Hayot muhtojliklar, qarzlar, bolalar ehtiyoji bilan sinab turadi. Shu bois u ish izlab boshqa shaharga ketgan. Har 2 haftada bir marta qaytib turadi. Men esa 2 farzandim bilan uyda qolaman. Ko'p yillik qo'shnimiz Xolmat aka, yoshi 50 ga yaqin. Xotini olamdan o'tganiga yil bo'ldi. Hayot uni ham og'ir sinovlar bilan sinagan deb o'ylardim avvallari. Ammo bir kuni hayotim butunlay o'zgarib ketdi. Erim ketganining 2-kuni edi. Ertalab bolalarni maktabga jo'natib, choy ichib o'tirganimda eshik taqilladi. Kimligini so'ramay eshikni ochdim. Hamisha yordamchi "Opa, ish bo'lsa mendan ayamang" deb yubordi. Shuning uchun hech qanday shubha bilan qaramaganman. Lekin bu safar yuzda nursiz, begona bir kibr bor edi. Eshikdan kirishi bilan bostirib eshikni yopib yuragimni zirkillatdi. "Opajon, siz kabi ayolga yolg'iz yashash og'ir. Men sizga yordam beraman. Menga ham yolg'izlik jonga tegdi." Qo'llarim titrab, yuragim jar yoqasiga bordi. Uni turib, qattiq urib chiqarib yubormoqchi bo'ldim. Lekin u baquvvat, qattiq to'ng'ich erkak. Qichqirsangiz ham hech kim kelmaydi. Hamma ishda, bir o'ylab ko'ring dedi. Men ko'zimdan olov chiqib unga "Sen kimsan? Menda er bor. Men Allohdan qo'rqaman" deb baqirdim. U bir oz uyaldi, lekin uyalayotganiga o'xshamadi. Eshikni ochdim-da, "Yo'qol" dedim. Chiqib ketdi, lekin meni tahdidli ko'zlar bilan "Sizni kuzataman" deganday qarab ketdi. O'sha kundan so'ng kechalari uxlay olmay qoldim. Bolalarimni yondan uzoqlatmay, barcha eshikni qulflab yurardim. Qo'shnilarga ham ayta olmadim, chunki gap chiqib bolalarim uyalib qolishdan qo'rqardim. Ammo Alloh shukr, men unga yo'l qo'ymadim, nafsimdan yemadim. Bir oy o'tib erim qaytdi. Unga hech narsa demadim, chunki erimda ish, tashvish, charchoq yetarli. Lekin qalbimda doimgidek Alloh bor edi. Uning yordami bilangina bu iflos niyatli insonga yelka bermadim. Qo'shnilar ichida bunday insonlar bo'lishi mumkinligini angladim. Butun bashariyat uchun bu hikoyamni yozdim. Hech qachon ayolning sukunatini, yolg'izligini undan foydalanish uchun ruxsatnoma deb o'ylamang. Ayolning sabri uning quroli, ayolning viqori uning qalqoni. Oradan bir necha kun o'tdi. Xolmat aka uyimga yana kirmadi. Lekin uning ko'zi meni har kuni o'chmas yong'in kabi kuzatib turardi. Bolalarim maktabga ketganida u ko'chada qarab turib, go'yo mening qadamlarimni sanab turardi. Derazamni qattiq yopib, pardalarni tushirib qo'yardim. Ammo ichki qo'rquv insonni yeb bitiradigan ilon ekan. Kechki paytlar eshik yonida o'tsangan soyalar, cho'g'ilgan qadam tovushlari. Men zo'rg'a nafas olar, qalbimda faqat bir so'zni takrorlardim. "Ya Alloh, meni asra." Bir kecha bolalar uxlab qoldi. Men esa hech nimaga ko'z yuma olmadim. Qulflarni tekshirib chiqdim. Yuragim siqilib, 5 qadam tashlasam qayta ortga qaramadim. Hatto o'z qadamimdan ham qo'rqardim. Qo'limda doim quyosh chirog'i pishqirib yurardim. Shunda bir payt eshik ortida shivirlashni eshitdim. "Bugun uni bir marta sinab ko'raman. Agar qo'rqsa, keyingi safar oson bo'ladi" dedi kimdir. Boshqa bir tovush unga "Ertaga eri keladi. Bugun oxirgi imkoniyat" dedi. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. O'shanda tushundim, bunaqa niyatlilar faqat bitta emas ekan. Men shoshilib politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Qo'rqqanim holda kimdir uyimga kirmoqchi. "Men yolg'iz ayolman, iltimos yordam beringlar" dedim. Ular kelguncha bolalarimni uyimdagi eng xavfsiz xonaning burchiga yashirdim. Qo'limda pichoq, yuragimda faqat duo. Politsiya kelganda Xolmat aka va yana 2 noshud yigit uyim atrofida aylanib yurardi. Ular olib ketildi. Keyin bilsam, ular mahalladagi yana bir necha yolg'iz ayolni ham tinch qo'ymagan ekan. Faqat men birinchi bo'lib qo'rqmasdan shikoyat qilgan ekanman. Ertasiga erim keldi. Unga hammasi haqida ochiq aytdim. O'sha lahzada ko'zlarida yosh, g'azab va minnatdorlik bor edi. Quchoqlab, "Sen mening faxrimsan, sen mening namunamsan, sen mening farzandlarimga eng go'zal onasan" dedi. Men hech narsa qilmadim, faqat o'zimni saqladim, iffatimni, sabrimni, oilang deb yashashni tanladim. Men insonman va inson o'z viqorini himoya qilishga haqli. Xulosa, ayolni zaif deb o'ylamang. Uning sukunati na qo'rquv, na rozilik. Uning sabri, qarori.
Agar bir ayol o'z viqorini saqlab qolsa, u faqat o'zi uchun emas, farzandi, oilasi, butun jamiyat uchun namuna bo'ladi. Bu dunyo sinovdan iborat. Haqiqiy insonlik har qanday holatda ham o'zlikni yo'qotmaslikda. Erim voqeadan so'ng menga minnatdor bo'lsa-da, qalbida kechirimsiz bir shubha unga jimgina qo'ngan edi. Har kuni meni sevishini, ishonishini aytsa-da, ko'zlaridagi rostdan ham u seni faqat haydashga urindi yoki sen ham unga yelka berdingmi degan surunkali savolni sezardim. Har kuni yuragimda hech ayb yo'q, men sevgingga xiyonat qilmadim desam-da, uning javobsiz ko'zlari qalbimni tilib o'tardi. Bir kuni kechqurun o'tirib, meni kechir, agar qalbim senga hozirgi paytda shubhali ko'rinsa. Men erkakman, baribir uylayman. Lekin shuni bilib qo'y, sen o'sha kecha mendan ham matroq bo'lgansan. Men bo'lsam, seni himoya qila olmaganimdan uyalaman dedi. Ko'zlarimga yosh keldi. Shu so'zni eshitishim uchun necha kecha uyqusiz qolgandim. U meni to'liq tushundi, qabul qildi. Uning qalbi yana ochildi. U qaytadan menga jonim deb qarardi. Lekin hayot sinovlari hali tugamagandi. Qaynonamni ishontira olmadim. U doim o'sha erkak senga bekam ko'z kirib boribdi. Demak, sen unga barcha ochiq qoldirgansan, derdi. Uning bu gapi yuragimga xanjardek urgandek bo'lardi. O'g'lidan ko'ra meni kamroq tanigan inson, menga o'zini ona deb aytadigan inson shunday qarashda edi. Men jim turdim. Jimligim kuchsizlikdan emas, aksincha yuksaklikdan edi. Yana bir bor vaziyatga Alloh shohid deb yuragimga taskin berdim. Bir kuni mahalla raisining kelini uyimizga kelib menga "Opajon, sizga juda havasim keladi. Mana shu voqeani eshitib, sizga nisbatan ko'zim ochildi. Sizdagi sabr, hayo, kuch bizga ibrat. Boshqa ayollar gap so'z qilishyapti, lekin men ularga siz o'rinda bo'lganda nima qilarding deb so'rayman. Javob topa olmaydi" dedi. Shunda bilib oldim, hayotda to'g'ri ish qilsangiz gap so'z bo'ladi, lekin haqiqat kech bo'lsa ham namoyon bo'ladi. Ayol kishi bir haftaning gapiga qarab emas, umri davomidagi fazilati bilan qadrlanadi. Keyingi hayotim o'zgardi. Bir paytda faqat xonadonga mahkam yopilgan kelin edim. Endi mahallada qizlarga dars o'ta boshladim. Bolalarga Qur'on o'rgatdim. Ayollarga iffat nima ekanini, sabr qanaqa samara berishi haqida darslar qildim. Meni avval qoralaganlar endi mehmonga kelishdi. Hatto qaynonam ham bir kuni kelib, yelkamga qo'l qo'yib, "Sen meni kechir. Men hammaga quloq soldim, faqat qalbingga qaramadim. Endi ko'zim ochildi" dedi. Men unga javob qilmadim, faqat quchoqladim, chunki kechirish ham fazilat. Yurakda alam saqlash emas, uni insonni oliy darajasiga olib chiqadi.